Hayotimdagi eng baxtli kun bo'ldi. Yana o'zimni erkak his qilyapman. Bugun birinchi bor omadim chopdi. Ishimiz o'ngidan keldi. Qoyil maqom ishladik. Shunday qilib 20% tashkiliy ishlari uchun 10% Arturga, Minnatdorman janob. 15% Andreyaga. Shak emas. Qolgani menga. Xayr. Xayr. Kechirasiz, men nima olaman, qani meni ulushim? Sen malaka oshiryapsan, Freddi, bilim olayapsan. Kechirasiz, men bosh rolni ijro etdim, yana qoyilmaqom qilib bajardim. Endi puldan Freddi pullarni o'z o'rnida, aql bilan va oqilona ishlatishingga ishonch hosil qilmagunimcha ulushingni bermayman. Bunaqa oqilliginglar hiqildog'imda turibdi. Pul sarflasham, Freddi, san'at. Mayli, o'rgatavering, sizdan o'zib ketishga harakat qilaman.